Mavzu: bakterial hujayraning kimyoviy tarkibi, bakteriyalarning morfologik tuzilishi. Reja. Birinchi reja: bakterial hujayraning umumiy tavsifi. Ikkinchisi: kimyoviy tarkibi, organik komponentlar, oqsil, lipidlar, uglevodlar, nuklein kislotalar. Uchinchi reja: anorganik moddalar va suvning ahamiyati. To'rtinchi reja: bakteriya shakllari va ularning turlari. Beshinchi rejamiz: hujayra devori, membrana va sitoplazma. Mikrobiologiya – bakteriyalarni o'rganadigan fan. Bakterial hujayra – bu prokaryot guruhiga kiruvchi, yakuniy membranasi bo'lmagan, yadroga ega bo'lmagan eng oddiy tirik organizmlarning tuzilishi hisoblanadi. Uning tarkibiga sitoplazma, ribosoma, xromosomalar, hujayra devori va hujayra membranasini o'z ichiga oladi. Bakterial hujayra yakuniy membranali organellalarga ega emas. Masalan, mitoxondriya va Golgi apparati kabi organellalar mavjud emas. Bakterial hujayra quruq modda massasining 90-95% organik moddalar tashkil etadi. Organik moddalarga quyidagilar, ya'ni oqsillar 50-60%, uglevodlar 10-15%, lipidlar 10-20%, nuklein kislotalar 15-20% tashkil etadi. Bakteriyalarda eng ko'p uchraydigan organik moddalar bu oqsillardir. Vazifasi strukturaviy, fermentativ, transport va regulyator vazifalarini bajaradi. Uglevodlar bakteriyada energiya manbai va strukturaviy komponent sifatida xizmat qiladi. Energetik glukoza parchalanishi natijasida ATF hosil bo'ladi. Strukturaviy, ya'ni peptidoglikan tarkibida mavjud hujayra devorining asosiy qismi. Lipidlar asosan membrana tarkibida joylashgan bo'lib, barqarorligini ta'minlaydi. Mikrobakterial, masalan, sil tayoqchasi hujayra devorida mikolikislotalar deb ataluvchi murakkab lipidlar mavjud. Ular bakteriyalarni qurib qolish va dezinfektantlardan himoya qiladi. Bakteriyalar hayot faoliyatida anorganik moddalar muhim o'rin tutadi. Ular hujayraning moddalar almashinuvi, ferment faoliyati va energiya hosil bo'lishida ishtirok etadi. Bakteriyalar hujayraning quruq moddasining 1-2%ni anorganik moddalarning tuzlari tashkil etadi. Bu moddalar ionlar ko'rinishida mavjud bo'ladi. Bakterial hujayraning 60-90%ni suv tashkil qiladi. Mikroorganizmlarning ko'pchiligi bir hujayralilardir. Bakterial hujayrasi tashqi muhitdan hujayra po'sti, ba'zan esa faqat sitoplazmatik membrana bilan ajralib turadi. Hujayra ichiga har xil strukturalar mavjud. Hujayra tuzilishiga qarab organizmlar ikki tipga bo'linadi. Ular evkaryot va prokaryot hujayrali organizmlardir. Agar mikroorganizm